Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana va'da berganimdek o'sha somsa, olov somsani xamir qilish jarayoni. Men ko'proq yeganim uchun 10 kiloni xamir qilaman. Hozir ruchnoy qo'lda qilaman. Mana bag'da yog'imiz eriyapti. Men silvishniy masla ishlataman xamirga. Hozir birgalikda mana uni solamiz. Mana do'stlar 10 kilo unimizni solib oldim. Endi bunga 10 dona tuxum qo'shaman. Mana do'stlar, mana 10 dona tuxumni ham chaqib oldik. Endi buni qator qo'lda aralashtirib olamiz. Mana do'stlar, tuxumni ham aralashtirib oldik. Endi bu orada bu erigan yog'imizni shunday xamirga qo'yamiz. Sovimagan holatda kuzatib davom etinglar. Mana do'stlar, unimizga yog'imizni ham qo'shib oldik. Mana sovimagan holatda qo'shasizlar. Ko'pchilikda endi savol tug'ilishi mumkin. Buni endi oz miqdorda qilsak ham bo'ladimi? Kilosiga qanchadan qo'shamiz yog'ni? 2 kilo unga, tuxumni. Deydiganlarga buni barchasini videoni oxirigacha ko'ringlar. Va videoni oxirida men sizlarga 1 kiloga qancha yog' qo'shilishini men aytaman. Mana do'stlar, bitta o'zim videoga olayotganim uchun videoni to'xtatib olishga majbur bo'lyapman. Issig'icha qo'lda aralashtirib olmanglar, bir o'zlaringizga udobni yaxshi narsa bilan aralashtiringlar. Aralashtirib bo'lgandan keyin bag'ini qo'lda davom ettiramiz. Endi kuzatishda davom etinglar. Do'stlar, mana unimizni yaxshilab o'sha yog' bilan aralashtirib oldik. Mana ko'rishlaring mumkin. Endi mana suv quyish jarayoniga keldik. Endi suvni quyamiz. Suvni qo'yganda ham hali xamirda o'ta yumshoq ham emas, qattiq ham emas, o'rta holda olasizlar. Kuzatishda davom etinglar. Bismillah, mana suvlarni ham quyib oldik. Endi yana mana xamir qorishni boshlaymiz. Mana do'stlar, xamirimizni qilib ham oldik. Hali xamir tayyor bo'lgani yo'q. Hali iloji boricha mushlamasdan qilishga harakat qilinglar xamirni. Mana yumshoqligi. Endi buni 15 minut ustiga paket o'rab qo'yib qo'yamiz, shtobi timib oladi. Undan keyin mushlasalaring yaxshiroq bo'ladi xamir. Kuzatishda davom etinglar. Mana do'stlar, oradan 10-15 daqiqa o'tdi. Mana shu sizlarga xamirimiz. Odam yo'l uchun tevadan telefondan nasib olishga harakat qildim. Ba'zi bir kamchiliklar uchun uzr so'rayman. Ana xamir ko'rinyapti. Yumshoq mana. Mana xamir bilasizlar, qanaqa yumshoq. Qattiq ham emas. O'ta ham yumshoq ham emas. Mana xamirni oson. Ham opa-singillarimizga mos. Qiynalmaydi. Muhimi vaqt ketmaydi. Xamir qil, och, uni o'ra, yog' sutga. Bu xamirni Trivadnon xamir nomladi. Chunki hammasi ichida. Vaqtingizdan tejiladi. Mana qanday ishlab ishlab. Konvert usul deyiladi bu. Ko'pchilik aytishi mumkin, tuz qo'shmadi-ku bu xamirga deb. Bunday emas, men tuzini qo'shdim, men suvga namakop suv qilib qo'ydim, suvga sal tuzini balandroq, namakoproq qilib olaverasizlar. O'sha boshda va'da berganimdek, qancha yog', qancha nima tuxum qo'shiladi. 1 kilo unga 300 gram o'sha yog', 1 dona tuxum hisobini qilib olasizlar. Bu xamirni qulaylik taraf shundaki, 4 kungacha xolodilnikdan hisob qo'ysalang turaveradi. Bemalol xohlaganda olib ishlatsalang bo'laveradi. Konvert usulida yana qilib oldik. Xuddi shu tarzda 2 marta ishlab olamiz xamirimizni. Sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa videoda like bo'lib, obuna bo'lishni unutmanglar.
Xudo xolasa bundan keyingi videolarimiz juda ham qiziq va kimgadir foydali bo'ladi degan umiddamiz. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmasini, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Barchalaringga omad. Mana do'stlar, mana xamirimiz yana xuddi shu holda mana o'rab qo'ydim. Aytgan ishini kimda qanaqa savol bor, nima qilyapsiz-ku, nimadir o'xshamayapti. Kommentariyada yozing, fikringizni qoldiring. Harakat qilaman o'sha narsani o'zim bilgancha sizga qilib tayyorlab ko'rsatib berishga. Obuna bo'lishni unutmanglar. Hal qiziqarli videolar bu kanalda yangi ochdim inshaalloh. Qiziqarli va manfaatli, foydali videolar hali juda ham oldinda. Xuddi shu xamirni somsa qilinish jarayonini ham olib qo'yaman. Albatta buni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar.